Assalomu alaykum xalqim. Beshovat farda odamlar mana ilojimiz yo'qligidan shu xo'jayinimda yordam so'rab sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Shunaqa yuragi qattiq shikastlanib og'ir holatda keldik. Ishda yotibmiz endi qutulimizda. Kelgancha imkoniyatimiz boricha yotibmiz, endi bag'iga iloji yo'q. Yuragini operatsiya qildirmasak bo'lmaydi ekan. Shunga yordam berishlarini so'rab sizlarga murojaat qilyapman. Imkoni bo'lsa yordam berishlarini so'rayman. Shu dardiga shifo bersin Alloh, ko'pga berib ko'pni qatorda. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar ilohim. Hozir qancha pul ketar ekan, qancha miqdorda pul ketar ekan operatsiyaga? Endi Toshkentga olib borib, yana qayta tekshiruvlar qilib, o'sha yoki nima o'sha sen qo'yish kerak ekan yoki tomir deyapti, o'shanga qarab doktor yana maslahatlashamiz deyapti. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum aka. Rahmat, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Bizga bitta murojaat kelib tushgan edi. Sizda yotgan bir bemorda Nazirov Omiljon degan odam. Shu xalqdan yordam so'rab bering deb murojaat qilgan edi. Aniq dalillar bilan bo'lsa-da, shunga siz doktor ekansiz, qarayapsiz ekan. Shunga siz hozir uyga ketgan ekansiz, chaqirdik. Bo'ldi. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Bo'ldi. Bizda bemor yotibdi, Nazirov Komiljon, 68-yil. Bemorimiz bundan 5 kun avval, ya'ni 24-dekabr kuni 14:00 atrofida menga shikoyat bilan kirib keldi qabulimga. Ko'krak qafasidagi og'riq, achuvchi-sanchuvchi bilan kirib keldilar. Ikkiga oldik. Ikkiga olganimizda bemorda OKS deyiladi, o'tkir koronar sindrom, ya'ni yuragi qon tomirlari zarlanish hisobiga yuragida biz o'zimiz xalqlikning infarkt ketayotgan bo'lgan. Bemorni sirazi yotqizdik, davolash muolajalari boshlandi. Bugun 5-kun holati xillas stabillashdi. Endi bemorimizga bundan keyingi davo muolajasi, ya'ni operativ davo talab qiladi. Bu nima degani? Bu yoki bemorga stent qo'yiladi zararlangan tomirga yoki akshi deyiladi, oyog'ini tomirlaridan olib yuragiga qo'yiladi zararlangan tomirini o'rniga. Shu muolaja talab qilinadi. Hozir bemorimiz где-то yana bir 10 kunlar lechina oladi. Undan keyin koronar angiografiya, ya'ni bu yurakni tomiriga rentgen jo'natib, yurakda oziqlantirish tosh tomirlari rentgen qilib ko'riladi. Shu rentgenda bizga kelib chiqadi, yo stent qo'yiladi yoki tomir qo'yiladi. Unga qarab turib davo muolaja tanlanadi. Haqiqatda bemorimiz holati og'ir keldi. Hozir